ayrimlarda mana bu erim o'zi mani turmush o'rtog'im bo'lishi kerak emas edi degan tushuncha qoladi. Yillar davomida o'sha tushuncha bilan yashaydi. O'sha tushunchani tasdiqini topaveradi. Eri yo izminat qilib turadi, yo ko'nglini sovutib turadi, yo bir nima uni anaqa qiladi, bir nimani ushlab janjal chiqazaveradi. Xullas, anu ayol bu er o'zi maniki bo'lishi kerak emas edi degan xayol bilan yashaydi. Erga ham shu xayolini tasdiqlaydigan, o'zi xohlamagan holatda qiluvlar, vaziyatlar yaratib beraveradi ayol uchun. Biz bu dunyoga tug'ilishimizdan oldin hammamiz kelishib, bilib tug'ilganmiz. Nikoh Allohdan bo'ladi. Alloh adashmaydi, adashtirmaydi. Bandalar o'zi uchun qanaqadir planlar qilib olishi mumkin. Men bunaqa qilaman, men bunaqa bo'ladi. Men bu odamga tegaman, bu odam meniki emas degan tushuncha bo'lishi mumkin, lekin biladigani Alloh. Raz sizga bitta turmush o'rtoq berildimi, shu meniki emas deb o'ylayapsizmi? Stop. O'zga keting yo'q, stop. Xudo adashishi mumkin emas. Uni ota-onasi, u odam boshqa insonni mo'ljallab yurib, adashib случайно, tasodifan bir bunda kichkinagina arzimas sabablar bilan siz bilan oila qurib qolgan bo'lsa ham, bu sizning insoningiz bo'ladi. Masalan, bitta ayol bilan qiz bilan yigit munosabat qurishdi-da, ular oila qurishmoqchi emas. Oila qurish niyati yo'q. Sekin o'zi boshqa anaqada yo'ldan ketmoqchi bo'ladi. O'sha payti bereming yo homilador bo'lib qoladi, yo bola tufayli baribir ular oila qurishga majbur bo'lib qoladi. Nima bu tasodifanmi? Yo'q, конечно, ularni peshonasida просто oila qurish yozilgan bo'lgan. Qarasa ular oila qurmayapti. U yoqda farzand tanlangan, hamma narsa tanlangan. Sekin farzand onaning qornida paydo bo'ladi. O'sha farzand tufayligina u inson oila quradi, uylanadi. Ayol kishi o'sha ikki qatli homiladorligi tufayli o'sha insonga turmushga chiqadi majburan. Bu bitta majbur bo'lib qoldi degani emas. Bu o'zi shunaqa bo'lishi kerak edi. Prosta ikkalangiz maqsadinglar o'zgarib ketayotdinglar. Shu bola sababchi baribir o'sha taqdirga, o'sha yozilgan narsaga qaytardi degani.